Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı 12 mart günü Germaniyanın Münxen şəhərində yaşayotgan bir qism Şərq Türkistonluq qarindoshlarimizni ətiganlik naşri söhbətiga təklif qilib, Dünya Uyghur Qurultayı qurulğanlığının 20-ci illigiga soğu sübutida Dünya Uyghur Qurultayı mərkəzi orqan üçün Münxen şəhərində məxsus işxana setilish haqqında iyan toplash səfərbərligi başlatqan və naşri söhbətində tuncu bo'lib Dolqun İsa əpəndim özünün bir qancha tilda nəşr qilingan Xitoyning Erkinlik To'ziqi nomli kitobidan keldigan 50 ming yevrolik qalam haqqini Qurultayning ishxona uyi setilishiga taqdim qildiganligini jakarlagan. Shu maydonning o'zidalam jami 150 ming yevrodan ortiq yordam to'plangan edi. 13 mart kuni Dolqun İsa əpəndim bu vaqt muhojiratdagi qarindoshlarimizga xitoban videolik murojaatnoma e'lon qilib, chet ellardagi qarindoshlarimizni Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dünya Uyg'ur Qurultayı uchun Münxen şəhərində ishxona uyi setilish qurilishiga iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Dolqun İsa əpəndim bu vaqt qilgan so'zida Qurultay tarafidan texi bu vaqtda chaqiriqnoma e'lon qilmay turuplam 24 saat ichida Münxendagi vatanparvar qarindoshlarimiz va fidokor Qurultay rahbarlari tarafidan 200 ming dollarga yaqin iyon to'planganligini va buningdan cheksiz iftixorlanish tuyganligini ifoda qilib mundoq dedi. Tönegin bir murasimni başlatqandik. 24 saatning ichida 200 ming dollarga yaqin bir yordam mush ishxona aladiğanga bizga va'da qilindi. Buningdan nayt xursand bo'ldim. Nayt hayajonlandik. Milletimizden, dostlarımızdan, saptaşlarımızdan ne kadar fidakar ekanligini yana bir qatim amaliyat bilan ko'rgan bo'ldik. İftixorlandim. Şunun gibi adamda ben bütün dünyadaki vatanparvarlarimizga, Dünya Qurultayini hozircha qo'llab kelgan do'stlarimizga, tashkilot rahbarlarimizga, tijoratchilarimizga, ish odamlarimizga bu videoni chiqarish orqali bizga bir yordam qilishinglarga murojaat qilmoqchi. Hozirgacha yordam qilib keldinglar, ammo Dünya Qurultayining bir mulki uchun emas. Dünya Uyg'ur soti uchun yordam qildinglar, boshqa programmalar uchun yordam qildinglar. Sizlar qilgan har bir yordamni xizmat bilan natijashlab sizlarga taqdim qila oldik. Dunyoda Uyg'ur xalqining bir yuzi va go'zal bir yuzi bo'ladigan bu obrazni taqdim qila oldik. Albatta kamchiliklarimiz ko'p. Chunki imkoniyatsizliklardan bo'lgan. Avvallar bo'ldi. Shuningga bu yerda men bütün vatanparvarlarimizga bir murojaatni qilmoqchi. Bizning bu projemiz necha millionlik bir program emas, faqat 600 ming euro atrofidagi bir programma ve 650 ming dollar atrofida pul bo'ladi. Buni hatto ko'nglim shuni his qilyaptiki, balkim bir ishki boy Alloh rizosi uchun, chunki Ramazon kelyapti. Mush Dünya Qurultayga bizning bir hadiyamiz bo'lsin deb etishim mumkin. Men chunki Töneginning bu yanqi şu his kalbimde şunda birisini uyg'otadi. Türkiye'de qarindoshlarimiz yatavrida milyonluğa yordamni Uyg'ur xalqi yordam qiladi edi. Bizning qanchalik yordamsevar bir xalq ekanligimizni bildiraylik. Demak, qarindoshlarımizga boshqalar bu yordamni qila olgan fidokorlikni o'zimizning bir tashkilot uchun qila olishimiz kerak. Men Tönegin bu murosimni o'zim 50 ming euro bilan boshladim. Dolqun ajab baykan deb qolmanglar. Men pul yo'q, ben Germaniyaga kelgili 27 yil oldu. Setib olgan bir egizlik uyum yo'q, ya bir mashina qo'yadigan garajim yo'q. Ama kiraga o'tiryapman. Germaniya hukumatining paravalligidan azam bergan bir azam kira öteydigan uyum bor. Menga yetdi. Men o'yin ishini o'ynamadim. Mening Xitoyning Erkinlik To'ziqi deydigan kitobim hozirgacha 5 xil tilda nashr qilindi. Aldığımız günlerde bir qancha tillarda nashr qilinmoqchi. Shuningga men mushu kitobimning qalam haqqini 50 ming dollar atrofida bo'ldi ekan, men mushu Uyg'ur uyga hadiya qildim. Demak, mening bu yerda uy setib berish niyatim yo'q. Chunki ko'zimga ko'rinib turibdi, mustaqilligimiz tarixdagi har vaqtdagidan yaqin qisqa bir vaqtning ichida vatan deya uylarimiz bor. Uyni vatan deb qo'ygan. Şunun ben çetel öğreniştim oylaşmadım. Muş öyman yetidi. Ama bir yerde Uygur halkı bir öğrenişini, Uygur halkının bir işxanası buluşunu, özlemgi bir öğrenişten tek mühim dep oyladım. Şunun da bu murasimni Tönegin başlattım. Bütün mal dünyalarım bilen hemini oturup koyup, şunun sizlerinin biraz fidakarlık kılışınlarını,
Arzu qilamiz bu 6 ay sürdigan, aylar sürdigan, 1 yıl sürdigan bir program emas. Biz bunu mushi Ramazan çıkışta gitişimiz gerek. 4. ayının ahirgacha 20 tamamlaşımız gerek. Çünkü bizning aylar işğanımızın pulunu tapımız deb kallımızda dikkatimizni çekishga vaqtimiz yok. Çünkü kıldıgan nurgun programlarımız var. Eğer bizni dünya kultur rehberlerini bu işlerge başqa turup vaqt israfçılık qilmasin desanglar, aziz yurttaşlarım, qisqa bir vaqtın içinde bizge bu yardımni ta'minlanglar ki biz xotirjam bu ishlarni elib, yangi ishlarimizni ish boshlab, xalqimizga, millatimizga texim ko'proq bir xizmat qila olaylik. Hammanglardan Allah razı olsun. Şununla eğer bunu yangichida har xil sabablar bilan bir ishni arzu qilgan, başkalarının bilishini bek xalab ketmagan qarindoshlarimiz bo'lsa, men bilan bevosita aloqa qilsanglar bo'ladi. Bizning moliyaga mas'ul mudirimiz bor, Abdujil Ahmad Qarajim bilan bevosita aloqa qilsanglar bo'ladi. Turg'un Hojim bilan bevosita aloqa qilsanglar bo'ladi. Turg'unjon Alodim bular shularga mas'ul. Biz xalqlarning ismini mush ishxona elingan vaqtida ismini aşı kirish nimasiga yozamiz. İsmini bildirishni xalqlar olsa uni hurmat qilamiz. Bu yozilganda bu öy millatning uyi bo'lib qoladi, millatning ishxonasi bo'lib qoladi. Keyin bolalarimiz, nevarlarimiz, ha mush uyda mening dadamning bir hassi bo'pti ekan deb g'urur qilamiz. Shuningga bu bir aylık, takriben bir aylık yoki 40 günlük bir program. Bunu bitirimiz. Bununla bir gayret qilishinglarni, bizga bu jihatda bir saxovatli qulonlarni uzishinglarga muhtojmiz. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Men telefonimni deb qo'yay. 0049 179 81 96 260. Men bilan ayrim ko'rishni xohlaydiganlar Muşunga telefon qilsanglar bo'ldi. Qurultay ishxonasining nomeri 0049 89 543 21 999. Muş orqali bizga ulaşalaysiz. Men WhatsApp ishlatmayman. Signalim bor, Telegramim bor. Email bilan aloqa qilsanglar bo'ladi. Men topmoq bek oson. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Dünya Uyghur Qurultayının asaslı qurğuchi təşkilatlarının biri hesablanğan və bütün Qırğızstandakı Uyğurlarga vəkillik qılıyatqan Qırğızstan Uyğurlar İttifaq Cemiyetining 12 mart günü ötküzgən 10. növbətlik umumi qurultayda Qırğızstanda tonulğan vətənpərvər ərbablarımızdan Tursuntay Ablazoğlu demokratik usulda elib berilgan saylamda 500 yaqın vəkilinin avazı bilan Qırğızstan Uyğurlar İttifaq Cemiyetining yangi reisi bo'lib saylanğan edi. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Eysa əpəndim bu münasibət bilan Tursuntay Ablazoğluga yollagan təbriknamasida Qırğızstan Uyğurlar İttifaq Cemiyetining yangi rəhbərlik heyətining buningdan keyingi xizmatlarga yangi muvaffaqiyatlar tilaydiganligini bildirdi. Təbriknamasida Qırğızstan Uyğurlar İttifaq Cemiyetining uzun yillardan buyon ishki, tashqi tehdit, besim va buzg'unchiliklarga qaramay Qırğızstan Uyğurlarining milliy alayidliklarini qo'g'dab qilish va ularning milliy engini oshirish uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatib kelganligini ta'kidlagan Dolqun Eysa əpəndim, milliy mustaqillik kurashimiz zo'r bir tarixiy burilishga qadam qo'ygan, xalqimiz millat sifatida yo'qolib ketish xavfiga duch kelgan bugungi halqiliq bir paytda Qırğızstandagi barliq Uyghur qarindoshlarimizni milliy davoyimizni hammadan a'lo bilib, o'zaro sevgi, birlik, ittifoqlik va hamkorlikni yanada kuchaytirib, milliy mustaqilligimizni asliga keltirishdan iborat bu sharafli kurashimizga aktivlik bilan ishtirok qilishga va Qirg'iziston Uyg'urlar Ittifoq Jamiyatining Tursuntay Ablazo'g'li raisligidagi yangi rahbarlik hay'atini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Dolqun Eysa əpəndim təbriknamasida yana Qirg'iziston Uyg'urlar Ittifoq Jamiyatining sobiq raisi va Dunyo Uyg'ur Qurultayining Qirg'iziston vakili Asqar Qosimiy əpəndimning hozir qadar milliy davoyimizga qo'shib kelgan töhfisiga va Dunyo Uyg'ur Qurultayiga bo'lgan qo'llashiga qayta minnatdorlik bildirdiganligini ifoda qilish bilan birga Tursuntay Ablazo'g'li raisligidagi Qirg'iziston Uyg'urlar Ittifoq Jamiyatining buningdan keyin Dunyo Uyg'ur Qurultayi bilan bo'lgan zich hamkorlikni izchil davomlashtiradiganligiga bo'lgan ishonchisini ta'kidlab o'tdi. Qirg'iziston Uyg'urlar Ittifoq Jamiyatining yangidan saylangan Tursuntay Ablazo'g'li 1956-yili 28-iyunda Qirg'izistonning Alomiddin noyasining Alomiddin yezida dunyoga kelgan. Bishkek shahridagi 53-o'rta maktabda o'qigan va Qirg'iziston Jumhuriyatlik universitetini bitirgan.
Xizmatga 1972-yil tushgan Tursuntay Abduz o'g'li 1995-yildan 2010-yilgacha Bishkek shahridagi Madina bozorining bosh direktori bo'lib vazifa o'tagan. Tursuntay Abduz o'g'li 2001-yili Qirg'iziston Jumhuriyatining 10 yillik mustaqillik bayramida Qirg'izistonning xalqaro do'stligiga qo'shgan to'hfasi uchun Qirg'iziston hukumatining oliy sharaf medali hisoblangan Dang medali bilan mukofotlangan. 2010-yili Qirg'iziston Jumhuriyatining oliy kengashiga deputat bo'lib saylangan Tursuntay Abduz o'g'li Dunyo Uyg'ur qurultayining sodiq qo'llovchilarining biri bo'lib keldi. Bir ayga yaqin davom qildigan BDT kishilik huquq kengashining 52-ci navbatlik umum yig'ini 27 fevral kuni Janvada boshlangan va yig'inda Uyg'urlar masalasi, ya'ni yig'inning asosli kun tartiblarining biriga aylangan edi. 13 mart kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi ayollar komiteti tarafidan mazkur yig'inga parallel holda Janvada o'tkazilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur ayollari duchor bo'layotgan tragediyalar degan temadagi guvohlik yig'inida Fransiyadagi jasur lager shohidimiz Gulbahor Xotivoji bilan Xitoyning mazkur yig'inga buzg'unchilik qilish maqsadida alayda qatnashtirgan atalmish shohid o'rtasida keskin talash tortish yuz berdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi ayollar komitetining mudiri va qurultayning bayonotchisi Zumratay Erkinning bevosita tashkillashi va riyosatchiligida o'tkazilgan guvohlik yig'iniga navbatda Janvada chaqirilayotgan BDT kishilik huquq kengashining 52-ci navbatlik umum yig'iniga qatnashayotgan Avstraliya, Turkiya, Germaniya, Avstriya, Kanada, Belgiya, Angliya, Chexiya, Amerika, Kosta-Rika, Norvegiya, Polsha, Finlandiya, Fransiya, Indoneziya, Paragvay, Janubiy Afrika, Gollandiya, Litvaniya qatorliq davlatlarning vakillari va bir qism xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari ishtirok qildi. Xitoy tarafı mazkur yig'inga buzg'unchilik qilish maqsadida o'zini Shinjonglik ayollarning vakili davolgan bir nafar atalmish guvochini yig'inga qatnashtirdi. Uyg'urlar masalasi bu navbat chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 52-ci navbatlik umum yig'inining asosiy kun tartiblarining biriga aylangani uchun Dunyo Uyg'ur qurultayi ayollar komiteti tarafidan o'tkazilgan bu qatimqi guvohlik yig'ini har qaysi ellardan kelgan vakillarning kuchli qiziqishini qo'zg'adi va yig'in zali odamlar bilan liq to'ldi. Zumratay Erkin va Dalay Lamaning Janvada turishliq alayda vakili bilan mazkur yig'inga riyosatchilik qilgan Xatar ostilik millatlarni qo'g'dash tashkilotining vakili Hanu apandim yig'inning boshlanishida qilgan so'zida irqiy qirg'inchilik va lager sistemasining Uyg'ur xonim qizlarini inson bardoshlik bergisiz azoblarga mubtalo qilayotganligini ifoda qilish bilan birga navbatda Sharq Turkistonda lagerlardagi tug'mas qilib etish tadbirlari, Xitoy ko'chmanlari bilan bo'lgan majburiy to'y, ro'yi va jismoniy qiynoq, oila judoligi hamda jinsiy xo'rlik qilmishlarining umumlashayotganligini eslatib o'tdi. Keynidan yig'inga to'r orqali qatnashgan Fransiyadagi jasur lager shohidimiz Gulbahor Xotivoji o'zining 2017-yili begunoh holda tutqun qilinib, jazo lageriga qamalgandan keyin lagerda o'zining va o'zi bilan birga qamalgan Uyg'ur xonim qizlarining duchor bo'lgan ro'yi bisim, qiyin qistoq va jismoniy azoblar haqida amaliy misollar bilan guvohlik berdi. Xitoy taraf yig'inga qatnashtirgan bir nafar Uyg'ur ayol Gulbahor Xotivojining bergan guvohligiga e'tiroz bildirib, Jungo hukumati hech kimni begunoh tutqun qilmaydi. Gulbahor Xotivoji vatanimizni bo'lish jinoyati o'tkazganlik uchun tutqun qilingan deb bildirdi. O'zini Shinjonglik ayollarning vakili davolgan bu atalmish guvochining chalvoqashlari yig'in ahlining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Zumratay Erkin va boshqa yig'in riyosatchilari Xitoyning bu atalmish guvotisiga qarshilik bildirib, millionlagan begunoh insonlarning turma va lagerlarga qamalganligining, shundaqli Uyg'ur xonim qizlari duchor bo'layotgan ichinishli tragediyalarning xalqaro jamoatchilik tarafidan e'tirof qilinganligini va bu vaqtdagi dalil paketlarning tog'dek do'linib turganligini ifoda qilishdi. Zumratay Erkinning stansimizga bildirishicha, Dunyo Uyg'ur qurultayining Janvadagi faoliyatlari BDT kishilik huquq kengashining 52-ci navbatlik yig'ini oxirlashganga qadar davom qiladi va qurultay tarafidan mazkur yig'inga parallel holda axborot e'lon qilish va muhokama yig'inlari o'tkaziladi. BDT kishilik huquq kengashining 52-ci navbatlik yig'ini boshlangandan buyon Uyg'urlar masalasi bu navbatlik yig'inning asosli kun tartiblarining biri bo'lib keldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2 mart kuni BDT kishilik huquq kengashining 52-ci navbatlik yig'iniga to'r orqali qatnashib qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizishini davom qilayotganligini ta'kidlagan va biz Xitoyning Shinjongdagi Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qarshi davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyat qilmishlariga qattiq diqqat qilyapmiz. Xitoy Xalq Jumhuriyatining Shinjongda yurgizgan ig'ir zulmlari, jumladan Uyg'urlar va boshqa xalqlarning keng ko'lamda tutqun qilganligi, ularni erkinligidan xohlagancha mahrum qilayotganligi, shundaqli tutqunlarning qiyin qistoq, jinsiy zo'ravonlikka uchrayotganligi BDT kishilik huquq oliy komissar ishxonasi bultur tarqatgan dokladda ishonchli faktlar bilan muayyanlashtirilgan edi deb ko'rsatgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayi tadqiqot markazining o'rinlashtirishi va Germaniya Uyg'uriya ona til maktabi, Belgiya ona til maktabi,
Angliya ana til maktabi, Kanada Toronto ana til maktabi, Amerika Virginia ana til maktabi, Avstraliya Adelaide ana til maktabi qatorliq ana til maktablarining yaqindan moslashishi bilan har qaysi ellardagi ana til maktablarining o'quvchilari bu yil 4-oyning 7-kundan 10-kungacha Berlin muzeylarida ekskursiya qildirildi. Bu harakatga boshlamchilik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining mudiri, elga tonilgan vatanparvar pedagog Abduli Ayub apandim bu haqda izohat berib mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli bolalar, hurmatli qarindoshlar. Biz 4-oyning 7-kunidan boshlab 4-oyning 10-kunigacha 3 kun Berlinda Uyg'ur mo'ng'oy rasmlarini, ondan Uyg'ur kiyim-kechaklarini, ondan Uyg'ur hunar san'atlarini Berlindagi muzeylardan ko'ramiz. Undan boshqa Berlindagi Yahudlarni qamagan kamplarni ko'ramiz. Undan boshqa Berlindagi irqiy qirg'inchilik muzeyini ko'ramiz. Biz bu 3 kunda eng oxirgi kunimiz 10-iyul soat 2'de Berlin temiga rasm sizimiz. Endi bu Berlindagi bolalarning tarix safari oxirida Berlin temiga Uyg'ur tarixini sizish bilan oxirlashadi. Bolalar bu 3 kunda bu muzeylarni kezgandan, lagerlarni ko'rgandan va o'zining tarixini o'rgangandan boshqa oxirida o'zining tarixini tamg'isib chiqadi, o'zining tarixi haqida va kelgusi haqida o'ylaganlarini biz bilan va bir-birisi bilan o'rtoqlashadi. Hammanglarga rahmat. Biz sizlarni Berlinda 7-iyuldan 10-iyulgacha saqlaymiz. Hammanglarning ko'zinglar 7-iyuldan 10-iyulgacha Berlindagi Uyg'ur bolalarining tarix safarida bo'lsin. Rahmat sizlarga. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.